Abg'azul halali ilallohu talaqu deyiladi hadisi shariflarda. Alloh o'zi halol qilganu Alloh eng yomon ko'radigan narsasi taloqdir. Yahtazzu lahu arshur rahmani. Taloqni tufaylidan sababidan Rahmonning arshi larzaga keladi. Bir musulmon oilaning buzilishi, er xotinning orasi munosabat bo'lishi Allohning buyuk arshini larzaga keltiradigan darajadagi dahshatli, qo'rqinchli, yomon narsa. Shariatni demak ta'limoti shu. O'sha taloq qo'yaman yoki qo'ymoqchi bo'layotganlar shuni o'ylashi kerak. Qilyapti. Lekin Alloh eng yomon ko'rgan narsani qilyapti. Allohning buyuk arshini dahshatidan larzaga soladigan narsani qilyapti. Shuni o'ylab qo'yish kerak.